Rossiyada qurilishda yoki ta'mirlash ishlarida ishlayotganda usta va prorab bilan to'g'ri muloqot qilish juda muhim. Bu iboralar ish jarayonini kelishib olishni ancha osonlashtiradi. Составить смету. Smeta tuzish. Давайте составим смету, чтобы знать цену материалов. Materiallar narxini bilish uchun smeta tuzamiz. Закупить материалы. Materiallarni sotib olish. Нам нужно закупить краску и обои завтра утром. Ertaga ertalab bo'yoq va gul qog'oz sotib olishimiz kerak. Снять старые обои. Eski gul qog'ozlarni ko'chirish. Sначала нужно снять старые обои со стен. Avval devorlardagi eski gul qog'ozlarni ko'chirish kerak. Выровнять стены. Devorlarni tekislash. После этого нужно очень хорошо выровнять стены. Shundan keyin devorlarni juda yaxshilab tekislash kerak. Зашпаклевать щели. Tirqishlarni shpaklyovka qilish. Давайте зашпаклюем все щели, чтобы стены были гладкими. Devorlar silik bo'lishi uchun hamma tirqishlarni shpaklyovka qilamiz. Сделать проводку. Elektr simlarini o'tkazish. Электрик должен сделать проводку до пятницы. Электрик juma kunigacha simlarni o'tkazishi kerak. Залить пол. Polni quyish yoki stяжка qilish. Нам нужно залить пол ровно по уровню. Полный уровень bo'yicha tekis qo'yishimiz kerak. Покрасить потолок. Shikni yoki patolokni bo'yash. Завтра мы будем вместе красить потолок в белый цвет. Ertaga birgalikda shipni oq rangga bo'yaymiz. Положить плитку. Plitka yotqizish. В ванной комнате мы будем класть плитку. Yuvinish xonasiga plitka yotqizamiz. Установить розетки. Rozetkalarni o'rnatish. На кухне нужно установить 5 новых розеток. Oshxonaga 5 ta yangi rozetka o'rnatish kerak. Убрать мусор. Chiqindilarni tozalash. После работы обязательно нужно убрать весь мусор. Ishdan keyin albatta hamma chiqindilarni tozalash kerak. Сдать объект. Obyektni topshirish. Мы должны закончить ремонт и сдать объект в срок. Biz ta'mirlashni tugatib, obyektni o'z vaqtida topshirishimiz kerak. Rossiyada qurilishda yoki ta'mirlash ishlarida ishlayotganda usta va prorab bilan to'g'ri muloqot qilish juda muhim. Bu iboralar ish jarayonini kelishib olishni ancha osonlashtiradi. Endi esa karaoke darsi birga qo'yilamiz, matnga ulgurishga harakat qiling. Сначала нужно составить смету, чтобы купить все к этому лету. Закупить материалы, краску, обои. Мы начинаем работать с тобою. Снять старые обои, выровнять стены. Мы мастера, мы знаем все схемы. Залить ровный пол.